Assalomu alaykum. Bugungi ishlarimiz TD5 polniy choshib noldan qilinyapti. Ichida ancha-muncha narsalar almashyapti. Val almashyapti, pompa almashyapti. Keyin mana yengisi, xo'p, qolgan zapchaslari bu yoqda. Mana vali, rolik, krestik, опережение portion Plus polni almashyapti. Bu yoqda yana bitta, hop, bu New Holland B90 rachok, oldi ko'taradigan, orqaga o'ylaydigan. Buni ham pompasi almashyapti. Zagotovka qilib qo'ydim. Plunjer kelsa bosamiz. Bunda ham mana portionlari undaqa holat bo'lib ketgan. Ishlar titilib, o'yilib, ustlari qirilib, pompasi qisib qolgan bitta krichatkasi mana qolib ketgan, tushmaydi bu. Xo'p, mana bularni hal qildik boshqaga. Bu ham qilinyapti. Plunjer kutamiz. Buni restavratsiyaga gaplashganmiz. Plunjerni o'zini original plunjerni restavratsiya qilib qo'yib beramiz. Bunga ham xuddi shu. Plunjer restavratsiya bo'tdi, qolgan narsalar yangi. Xo'p, bu yoqda yumizimiz bor. Yumizi bu vashim ideal holatda, 89-yil yumizi. Mana 1989. Holati bu vashim ideal. Bu sotiladi, eslicho, oladiganlar bo'lsa. Yangi qo'yiladi plunjer, pachini, rem komplekt sotamiz buni.